Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar, qadrli tomoshabinlar. Hozir sizlarga aytib berajak voqeam bir faizli xonadon haqida. Uning egasi bo'lmish Farmon bibi juda ham mard, aqlli va oqko'ngil ayol bo'lgan. Va uning naq 7 o'g'li, 7 kelinlari va 41 nafar nabiralari bo'lgan. Keling, yaxshisi hikoyaning davomini o'zingiz ko'ring, qalbingiz bilan his qiling. Farmon bibi xonadoniga xush kelibsiz. Assalomu alaykum azim she'r. Voy, siz yo'qligingizdan beri bu xonadonda na tinchlik bor, na halovat. Bu sotti o'lgur qayerda yuribdi-ya? Voy, sotti. Voy, oydan hozir. Mana bor. Assalomu alaykum oyjon. Va alaykum assalom. Voy, avtomobil oyjon. Rahmat. Qani. Boshla. Sotti. Endi olamda nima gap? Voy, oyjon, shu desangiz har 7-chi keliniz bor-ku, Nigora oyjon. Voy, nima qildi yana? Oyjon, shungiz kelgandan beri uyimizda halovat yo'q. Haligi o'g'izlarimni ham burnidan ip o'tkazib olgan bilmayman. Hammasi shu Juvarberga ergashadi-de. Voy, sotti. Necha yildan beri kelinim bo'lib turib, meni hali ham bilmas ekansan deb qanaqa. Voy, 6 ta kelinimga bo'sh kelmaganman. 7-chisiga ham bo'sh kelmayman. Voy. Qani hammasi? Shaqar kassani topshirsin. Xo'p bo'ladi oyjon. Voy, ovsinlar. Mulla akalar. Voy, bola qoli o'rgilinglar kasib. Assalomu alaykum oyjon. Va alaykum assalom. Abuni 5 so'mmi qani? Kecha laboratoriya mudirida tug'ilgan kuni bo'lgan edi. O'shanga 5 so'mdan yig'ib olishdi. Shunga bergan edim. Tug'ilmay o'lsin. Abu keyingi tug'ilgan kuniga o'zim sovg'a tayyorlab qo'yaman. Abu boshlig'ingga telefon qilib, Abu pora olarkan deb aytib beraman. Nima deganingiz bu? Axir meni sharmanda qilasiz-ku. Qo'ysangizchi. Ay, sharmandasi qopdimi o'rgili? Qancha sharmanda bor? Boshimga qotirmagan ishlaringni qil. Shundoq aspirant o'g'il tug'ib qo'yganimga menga sovg'a bersin. Adoyjon, voy bo'la qolinglar o'rgilinglar, mana shunaqa hayrab ketibdi. Pul bermasdan juftak oslamoqchimisan? Voy, oyjon, qo'lim ma'mur emasdan. Men o'zimdan Barakalla. Bu keyingi safar esdan chiqmasin. Akbar. Voy, bo'la qolinglar, voy o'rgilinglar, o'zinglar, teshib ketdi. Assalomu alaykum oyjon. Va alaykum assalom. Bu safar hech nimani yo'qotib kelmadingizmi? Yo'q oyjon. O'zim o'rgil. Jon baqirnasan. Qani endi aytingchi, oyligingizdan nima oldi? Haligi jillamasdan dangal. Nima oldi? Akademik Ivan Pavlov nazariyasiga binoan shaxsiy gigiyenani shartli refleks qilish kerak ekan. Nima qilishim kerak ekan? Hamma meditsina personali nima qilish kerak ekan? Haligi, manikyur qilib yurish kerak ekan. Sotti bilan haligi tirnoqlar bir nimadan aytyaptimi? Haligi oyjon, lakmi allambalo narsalar chiqib ketgan, o'shani aytyapti, o'lsin juvar. Bu xina surgisi bo'lmasin. Haligi oyjon, qani akademik bo'pti, tushundim.
Olib bermasdan nima ham qiladi? Buni axir medsestra degan gapi bor. Kimsan Farmon bibini kelini degan gapi bor. Mayli. Necha pul kerakkan o'yinni sotdi? Hali o'lsin oyijon, 7 so'm 60 tiyin ekan juvarmay. Mayli. 7 so'mini o'zim beraman. Ana 60 tiyinini borib, ana ovsinlaringdan terib yig'ib olaver. Men birga ishlataman. Oyijon, Gapi. berishmaydi-de. Ay, olsin, o'zini olib beraman. Keldi. Bu Qur'oni tomi bitib qolmaganmi mabodo? O'zim bor ekan. Voy, bo'ylaringizga qo'ydim. Voy, multfilm kelinimda o'zim bor ekan. Qani katmanchani ochib bir ichidagini tashlaychi. Baraka. Qani endi bir aytingchi, oyligingizdan nima olgan? Qo'y. Yo'q. Nima ekan? Nima o'tirmashasiz? Hali o'lsin oyijon, lop cho'ni aytadi-de. Borida o'zi olib beraman. Oyijon, qanaqa bo'lsa bo'lsin, menga etti qo'yish boring. O'tqolab qolingiz, Bu sizni ko'radigan kunam bor ekan. Qatida yuribsiz endi. Sizni ham o'tirishlaringiz ko'payib qoldi-da. Mayli. Yoshda endi nima. Bu endi stipendiyangizga nimalarni ko'zlab qo'ying? Bo'ldi. voy oyijon, ko'rdingizmi buning zitini o'n qarich. Bu xonadonda hammani ro'zg'ori bir qozonda qaynaydi. Yosh turishingga kim qo'yibdi kosmetika ishlatgan? Qariganni kim qo'yibdi? Ko'rdingizmi oyijon buning zit, ko'rdingizmi? Oyijon, saqlayapman. Mana buni ham olib qo'y. Bizga bormanda oyijon. Haligi. Hali oyijon, o'zini rag'batlantirish deganlaridek. Bu rag'batlantirish komandasi hali bo'lmadimi deyman-da? Oyijon, mayli, kassani hisobladim. Hammasi joy-joyida oyijon. Itobat. Kattamas. O'zim ham bilaman. Oyijon. Hech tinchlik yo'q ekanda bu xonadonda. Voy o'lim, bu kim edi? Men rejissyorman, rejissyor. Kim? Rejissyor. Hujjat. Mana, пожалуйста. Voy, hali reji o'sha ekan-da oyijon. Bu anavi haligi televizorda bunaqa qiladigan. Yo'q, u dirijor, men rejissyorman. Rejissorchi bu haligi muxbir. Lutfi Boboyev siz kelingiz bo'ladimi? Meni keladi. Bilasizmi? Menga Lutfi Boboyev haqida intervyu olish vazifasi topshirilgan. Men tikuza rahbarlarini olib bordim, ular tomonidan qoldi. Endi esa navbat Lutfi Boboyevani oilaviy sharoitga qanday shakllanadi ekan. Voy oyijon, o'zlaringga aytib kelar. Hop, bujon, hozir men intervyu olishni boshladim. Siz keliningiz haqida ikki oshni so'raysiz. Lutfi haqida gapiradigan bo'lsak, Lutfi meni eng sevimli kelinlarim. Avval buni ovqat qilishlarini aytmasam bo'lar. Men mana o'yinni qulog'im bo'layman. Ana undan keyin boshlayman. Shuni aytmaysan.
qilaman-ku. Ha, bilasizmi? Men buni yana ham go'zal qilish uchun menga birozgina miqdorda fon kerak. Fon. Nima u fon o'zi? Fonchi hali uyda bormi? Tushunlarim bor. Ayyo, qo'y ularda ham fon degan narsa yo'q. Siz chaqiring, men kelinlaringizda fon topaman. Chaqiring. Jaramaydi kashakashanda. Ay, kelinlarim! Tez qilmaydi. Mana keldi. Assalomu alaykum. Bularni ko'zi ko'ramas, qulog'i karamas. Shu yerdan turib gapirsang ham eshitadi. Yaxshi, qizlar, orangizda qaysi biringiz uchun boboyapsiz? Men bo'laman. Bilasizmi? Menga siz haqingizda intervyu olish vazifasi topshirilgan. Men siz rahbarlarning ovozini yozib oldim. Men navbat sizni uy sharoitida tanishtirganingiz keldi. Xo'p, buning uchun menga biroz fon kerak. Uyda qozon bilan gapir bormi? Olib kel. Xo'sh, endi bu gap, bilasizmi? Hozir menga bir maymun ovozda, xushchaqchaq ovozda. Masalan, mana Gavharda keliniga o'xshab bir chiroyli ovozda kuladigan keliningiz kerak. Bormi shunaqa? Bor qasina. Gavhar Zokirova o'zlaridan dars olgani bor. Chiqing. Ay sotti. Ne hayya? Bir mahoratini ko'rsak. Bilasizmi? Men hozir radio tinglovchilarimizga bu kelinlarning aqlliga haqida gapirayotganimda, voy bu kelinlarni qarang deganimda, sizga bitta o'xshaman, ammo o'shanda siz mayin ovoz, chiroyli. Mana masalan, siz shunchalik chiroyli kulingki, narxoz talabalari bu yetti kelinni aqlligini qarang deb taajjubda qolsin. Tushunarlimi? Siz tasavvur qiling, bir katta qozonda osh tayyorlayapsiz. Mana shu paytda sizga o'shalar yoqadi. Masalan, "Ovsinjonlar, qizlar, to'g'raydan so'zroq kelinglar, halol bo'ladi." Tushunarlimi? Значит, так. Boshladik. Ey, stop. Men mana qo'limni mana bunday qilganimdan keyin boshlayman. Mana aytyapman-ku, yo. Voy, shunda qiladi. Vнимание! Xo'sh. Qadrli radio tinglovchilar, mana Lutfu Boboyeva haqidagi intervyuimizni boshlashdik. Lutfu Boboyeva haqidagi intervyuimizni boshladik. Mana Farmon bibi hovlisining qoq markazida turar ekanmiz. Mana hovlining bir tarafida katta qozonda osh bo'lyapti. Sharmanda. Yaxshi chiqadi. Xo'p. Hey, sen nima uchun kelganingni unutma. Yaxshi o'tiramiz. Yana hovlining bir tarafida 6 kelinni ahil va inoq yashayotgan ko'rishimiz mumkin. Bujon, iltimos, mana shu keliningiz kulmasa. Iltimos, kulmasa, yoqmayapti menga. Ikkinchidan, belfon olamiz. Voy. Birinchidan kuladi. Nimaga kulmasa ekan? Ikkinchidan fon bilan olasan dedimmi? Olasan. Siz nega meni rejissyorlik ishlarimga aralashayapsiz? Kim o'zi bu yerda rejissyor? Sizmi yoki menmi? Voy. Tushunmadim. Sen kimni xonadoniga kelib aql o'rgatyapsan, a? Rahmatli Azim Sherdan keyin bu xonadonni ham rejissyori, ham generali o'zimman. Dedimmi? Kuladi. O't Hamid, qarash. Hey, chiroyli turlar. Men ssenariy bo'yicha ketmayapti-ku, hech qaysi ssenariy bo'yicha ketmayapti. Nimasi bu? Menga nima? Hey, boshla.
Это мне кажется... Voy, sen jinni bo'lib qolganmisan? İltimos, radyo tinglovchilar, befona mana shunday chiqadi. Hey, fon bilan olasan dedimmi? Fon bilan olasan. Buvijon, iltimos, befona edi. Fon bilanmi, befonmi? Menga nima farqi bor? Hoy, bor ishlaringni qil. Qayt juvarmang. Vaqtga soldi. O'tga. Qani, madog'ini olib o'zimiz Thank you.